Aha. Yana bir tapchika sotayotgan opamizni oldidamiz. Egasi yo'q ekan, lekin shunday video qo'yamiz. O'zi kelib qolsa narxlarni aytadi. Ko'ryapsizlar, rasvedka juda ham ko'p. Har bittasi narxini tanishtirib chiqqanim. Bu ham mana razmer chiqadi. Ichida 3 talik ekan. Mana o'zi kichkinaroq. 1 2 3 1 2 3 4 5 ha, bitta ekran 6 talik ekan. Ming o'zi 6 talik ekan. 1 2 3 u tomonda yana bir ekran 6 talik ekan. Emas, 6 tadan pachkalangan ekan. Ha, idash ketma. Bu sekin-sekin aha, kattalashib borgan ekan. Bunalar kichkinaroq, bunisi yana ham kattaroq razmer, bundan ham kattaroqlari. Keyin mana endi bastonochka sifat tapchkalar chiqibdi. Voy, juda ham chiroyli ishlardan olib kelibdi, qoyili. Shular to'p kelyapti, Alloh rozi bo'lsin shulardan ham. Nima edi, siz bilan biz borib buni qidirib, qayda ekan, nimada ekan topgunimizcha etlardagi mana bir bo'lak bermaydi sexlardan. Qop yoki olma deyiladi u do'konlarda. Keldingizmi? Ana opa deb o'ylab men ahamiyat bermoqman sizga. Egasi kelibdi, hali yonda sherik gapiryapman. Rasvetkalar juda ham ko'p, ob'yom ko'p. Shu aytganimdek sexga borsalang bir pachka bermaydi umuman. Nimagaki ular ob'yom sotadi, qopda sotadi. Endi yana tanasi makasimachalar ko'ringlar, chiroyligini. Bunlar qanday kichkina o'g'il bolachalarga, qizchalarga tapchikalar. Opalarimiz albatta direksiyon foydalanadi ustiga qo'yib. Keyin mana endi oddiyroq tapchikalardan ham bor ekan, mana arzon tapchikalardan. Bu yoqlarda mana undan qimmatroqlari. Hammasi shu bitta opaga qarashli. Keyin mana endi kuyov bolalar tapchikalar, o'g'il bolalarga yengilgina, yumshoqqina ekan. Tapchikalar nech puldan nech pulgacha? 15 mingdan boshlab ketaveradi. 15 mingdan boshlab ketaverar ekan. Eng arzoni 15 ming ekan, albatta 15 ming lekin shu kichkinasi, eng kichkinasi. Ha, shular yo endi o'sha eng kichkina razmerdan boshlab 15 mingdan ketaveradi, ha? Ha, qimmatlashdi. Sizlar nima qilaverasizlar? Aha, bizda kuryerlik xizmati mavjud. Shuning uchun sizlarga esla deyapti. Bizga sizlar biz yuk yig'ib chiqaramiz, kuryerlik qilamiz. Ular shunaqa gaplar, ob'yom juda ham ko'p. Ishlar ko'p. Opamiz ham 84 nomerni ham aytmay ketaverdi. Xullas shunaqa gaplar. Bizning nomerlarimiz 33lik 309 41 87 nomerimizda Telegram bor. Telegramdan yozinglar. Har bitta savollarga, nimalarga javob berib boramiz. Telegram profilimizda, Telegram kanalimiz silkasi bor. Bu yerda mana shu ko'ylaklar, dislam, tapchikalar, hamma ishlarning narxlari, razmerlarini qo'yib borganmiz. Sababi sizlar bizga zakaz berishlaring uchun qulay bo'lish uchun shunday uzatmani bosasizlar, bizni telekamizga tushaveradi. O'shandan bir keyin yuklangni yig'ib chiqarib beramiz. Xohlasalar pochta, xohlasalar yuk mashina, xohlasalar taksilar orqali. Xullas shunaqa gaplar. Yana bir nomerimiz bor, 93lik 309 41 87. Bizga nima deydi, hamkorlikka chiqing, aloqaga chiqinglar, kutib qolamiz.